Ko'k somsa tayyorlaymiz. Ador, ismaloq, yalpiz hamma ko'katlarimizni yuvib, yaxshilab mayda qilib to'g'rab olamiz. Ketidan piyozimizni ham mayda qilib to'g'raymiz. Charv qo'shamiz. Charv yoqtirmaganlar yog' qo'shsa ham bo'ladi. Go'shtlarimizni ham mayda to'g'rab, murch, tuz, tabga ko'ra zira solishingiz mumkin. Xamirlarimizni bir xil chiqish uchun tarozida 50 grammdan o'lchab olsak bo'ladi. Xamir ustini yopib, past tindirib qo'yib, tandirimizni qizdirib olamiz. Jitlarimizni ochib, farshimizni aralashtirib, somsalarimizni tugishni boshlaymiz. Uchburchak, dumaloq, kim qanaqa tugish bo'lsa uradi. Tandirimiz tayyor bo'lgandan keyin tayyor tandirimizdagi somsalarimizni yopib, suv sepib, 5 daqiqa dimlab, keyin ustini ochib qizartiramiz. Qizarib chiqqan somsalarimizni bitta uzib yo'ramiz. Hammaga yoqimli ishtaha. Siz ham shu usulda tayyorlab ko'ring. Bolalar, kelinglar, somsa tayyor bo'ldi. Kelinglar. Olinglar. Yaxshi chiqdimi? Zo'r chiqdimi? Zo'r.